TikTokda virus bo'lib tarqalib ketgan videoni ostiga qo'yib beraman. Agar bu videoni kechqurun ko'rib qo'rqadigan bo'lsangiz, o'tkazib yuborishingiz mumkin. Xo'p, bu videoda nima bo'lgan? Oldi sidenada o'tirgan ikkita qiz, bular o'zlari dugona chaqirishgan bo'lishadi, bitta yangi tanishni. U dugonasining ismi Anna bo'ladi-yu, orqa sidenada o'tirgan qiz. Bular, qarochi, o'zlaricha mashinaning ichida takoy video olmoqchi bo'lishadi, asmir videoga o'xshagan. Keyin o'sha Anna degan qizni chaqirishmoqchi bo'lishadi. Orqada o'tirgan qiz asli Anna bo'ladi. Lekin ular video olib o'tirishganda tepadan xabar keladi telefoniga. O'sha Anna degan qiz hozir boraman, 15 minutda yetib qolaman deb yozib yuborgan. Sizlar bu videoda ko'rishingiz mumkin, o'sha qiz esa prosta o'tiribdi ular bilan birga. Lekin ular bilan birga o'tirgan joyda birdaniga SMS kelib, hozir men 15 minut o'sha yerda bo'laman deb yozib yuborgan. Bu SMS o'qigan oldi sidenada o'tirgan qiz juda ham qo'rqib ketgan. Ko'pchilik bu videoni kommentariyalariga bu skinwalker bo'lishi mumkin yoki boshqa narsalar deb yozishgan. Sizlar ham o'zingizlarning fikringizni izohlarga yozib qoldiringlar.